Bugungi outfitimiz shunaqa. Oyoqda sapog edi, keyindan olgan. Umuman oyog'im og'ritmadi, qulayligi zo'r. 2024-yildami moda bo'ladi shu yubka. O'shanda oluvdim. Axirdan ozorlarcha olish xohlab. Lekin kiymaganda bir marta kiyganda ikki xat bo'lib qolib, manatimdan o'tmagandi. Mana futbolkani saytlikka oluvdim. Qizlar bilan hammamizga bir xil qilib kiyib oldim. Kecha Sheindan olgan bodigim. Manetda asabimga tegdi dedim-u. Rostdan ozgina tegarkan, lekin kiygani uncha bilinmas ekan. Futbolkalar ichidan kiygan chiroyli turar ekan. O'zi ham mana qassoblarga o'xshab qolma. Bugun kombin qilamiz. To'g'ri yubkani. U bilan qanaqa kiyimda kiyishi Pinterestdan saqlanib oldim. Shunaqa stillarda kiyish kerak ekan. Hozir kiyimlarimni topib olib kelib birga kombin qilamiz. Menda unga bos bitta shu futbolkam bor uzun. Bunaqa body dedim. Bu nima deydi? Короче, shunaqam bor. Custom bilan qilib ko'ramiz. Yubka. Birinchi kombin kiyib kelaman. Birinchi stil. Mana shunaqa. Ichidan yubka kiyib turib kiysa ham bo'ladi, lekin men ichimda kapronim bor. Kalbotka bilan kiysa ham bo'ladi. Ikkinchi stil kiyib kelaman. Ikkinchi kombin oyoqda sport oyoq kiyimi bilan qilsa sal mosroq menimcha bu obrazga. Menda qizil rangi bor faqat. Uni boshqacharoq rangi bo'lganda menimcha yaxshiroq uyardi, bir-biriga tushardi. Uchinchi kombinni qilib kelaman. Uchinchi kombinimga futbolkam sal kaltalik qildi. Uyat qilmaysizlar, balki ko'rsatishim kerak. Buni ham sport oyoq kiyimi bilan menimcha yaxshiroq turadi. Voy o'lay, ochilib qolyapti. Buni kiygandan keyin qo'limni, oyog'im hech narsani ko'tarmay faqat qilib yurar ekanman. Buni ichidan kalta manetda yubka kiyib turib kiysa ham bo'ladi. Unaqa yubkam yo'q, topib uni ham bir kun qilib ko'ramiz. Manirovdan yubka bilan kombin qilib ko'ramiz. Orqaga qarash yo'q. Shunaqa kombinlarimiz o'xshadimi yo'qmi? Izohlarda qoldirib ketinglar. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Yoqmagan bo'lsa ham o'zingizlar bilasizlar. Bye bye.